Ozgina qo'polroq bo'lsa ham aytaman, haqiqat bir fohishaga o'xshaydi. Uni hamma xohlaydi, lekin hech kim sevmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Insonlarda bir xususiyati bor. Uni hayotida, umuman dunyoqarashida kamchiligi bo'lsa, unga shu kamchiligi haqida gapirsang, unga yoqmaydi. Kerak bo'lsa seni ta'na dashnomlarga sudraydi. Aslida u so'zlar unga qattiq ta'sir qiladi. Eng afsuslisi, buni sen birinchi bo'lib o'z yaqinlaringda ko'rasan. Haqiqat avvalida og'riq, keyin esa foyda keltiradi. Shunaqa.